Vasallamni qabrlariga Madinada yopilgan yopinchiq. Osagasin bu qo'l yozma anaqa emas, kopiya emas bu. Osagasin shu paytda yopilgan yopinchiqlari. Oddiy tosh, kesib chiqilgan, sindirib chiqilgan usti. Shunaqa effekt berilgan devorga. Effekt vahshi bomba. Buni hozir men to'g'risi kamerada ko'rsatib bera olmayman. Tabiiy toshdan qorong'i, seri joyda juda zo'r effekt bergan ekan. Bu birinchi galereyada 3 ta mashhur xalifalik paytidagi zarb urilgan tangalar. Juda zo'r resheniya deb qo'yishdi. Lupada katta qilib ko'rishingiz mumkin. Hamda ot farzinga o'xshagan narsalar bunaqa shaklda bo'lgan ekan. Shishaliklari bor, orasida toshlari bor. Shu ilk shaxmatlarning ko'rinishi. Bu yerdagi ayollarning taqinchoqlari. Binoning 5-galereyasiga kirdim hozir. Ibn Sinoning tip qonunlar kitobi tushunishinglar uchun kopiya bo'lishi mumkin, lekin tip qonunlar kitobi menimcha kopiya emas, bu original bo'lsa kerak. Shu kitob bizda bormi-yo'q bilasan, ham original. Astronomiyaga aloqasi bor narsa. Menimcha bu ham O'zbekistondan borgan narsa. Shu bizning olimlar ishlatgan narsa mashalar. Alisher Navoiyning Hamsa dostoni. Metaldan kesib qilib qo'yilgan, juda kuchli qirrali narsa ekan, juda kачественный. Men hozir mana shu zaldaman. Shu haqida informatsiya beryapman. Men o'rtada boya chiqqan zinam, qo'ldagi. Har bitta atsek icheki. Va shu zo'r qilib qo'yibdi buni informatsiya bosqani. Tabaposh Osmonli imperiyasiga sovg'a qilingan ekan. Bu to'y turklarga sovg'a qilingan. Chunki bilasizlar, Ka'baga qanaqa katta hissa qo'shgan ular. Oldingi Ka'ba shunaqa ko'rinish bo'lgan. Hozirgi kunda qop-qora ko'rinish kelgan. Mayli, kelasizlar. Kitob tarixi o'qimoqchi bo'lsanglar, oyog'ingizga charchab qolgan bo'lsa, stul maxsus. Bu stul aylanadi. Boshqa payt yig'sa qo'ysangiz bo'ladi. Hech kimga xalaqit bermaydi, chetda turadi. Chiqarib olib, bunaqa o'tirib bemalol kitobni izochat qilib o'tirsanglar bo'ladi.